Nega bolani ustini yopib qo'ysangiz, ustini tepib ochib tashlashadi? Hozir shuni 3 ta asosiy sabablarini aytib o'tamiz. Birinchisi, bolalarda temir tanqisligi, ya'ni kamqonlik bo'lsa, bosh miyada kislorod tanqisligi hisobiga uyquda bezovtalik kuzatiladi. Ustini yopib qo'ysangiz ham qizib ketib, tipirchilab ochib tashlashadi. Ikkinchisi, o'sayotgan yosh bolaning organizmi katta odamnikiga nisbatan issiqligi yuqori va energiyasi ko'proq bo'ladi. Yuqori adyol yopsangiz ham qizib ketib, ustini ochib tashlashadi. Uchinchisi, bola uyqusida chapga, o'ngga ag'darilib, tez-tez joyini o'zgartiradi. Shuni hisobiga bola aylanganda ustiga yopilgan adyol uni erkin harakatlanishiga xalaqit qiladi. Xuddi qafasga qamalgandek o'zini yomon his qiladi va ustini tepib ochib tashlaydi. Sizning farzandlaringiz qanaqa? Ustini ochib tashlashadimi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Keyingi videolarimizda bu muammolarni, yechimlarini aytib o'tamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Hozir mavzudan tashqari bitta muammoni ko'tarmoqchiman. Juda ko'plab bolalarda bitta muammo uchrayapti, ya'ni gijja va parazitlar. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, farzandingizda shirinlikxo'r bo'lib qolishi, qozon ovqatlarni yemasligi, ishtahasizlik, injiq va asabiy bo'lib qolishi, kamqonlik va tez-tez shamollash kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bu kasalliklarning fonida yashirin holatda yotadigan gijja va parazitlar bo'ladi. Gijja va parazitlardan tabiiy yo'llar bilan qutulish bo'yicha maxsus video darslik tayyorladim. Bu videoda farzandingizni qaysi parazit turi qanaqa kasallik chaqirayotgani, bulardan tabiiy yo'llar bilan uy sharoitida qutulish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Farzandingiz sog'lig'i uchun foydali bo'lgan video darsini ko'rish uchun izohlarda 55 raqamini yozib qoldiring.